ikkita yonma-yon kottejimiz, bittasi ikkosi ham 4 sotiydan, narxi 27 mingdan, bittasi 27 ming dollardan kredit yo'q, shuni naqd pulga beramiz. Xo'p, kottejimizning holatini ko'ryapsizlar. 4 soti hozir 2025-yil ro'za oyida qo'yapmiz. Buni o 5 yil oldingi narx emas, hozirgi narx, realniy summa. Zeloniy zonasi, o yerda tualet qilingan, ikkosiga общий qilib, batlaponni kottejlar. Mana bu kirpichni pishirishda bo'lgan. Mana bu katta yo'lxonasi bek ekan. Xo'p, hozir ichlari ponni patkulch. Bitta kirib ko'rsatavering. Mana shu yerdan bunday kirib ko'rsating, xonalarga kirmang. Mana shu yerdan holatini ko'ryapsizlar. Ponni parket pol, MDF-shi, aboylari bo'lgan. Naryoqlarni ham ko'rsatib qo'ying, to'g'rilarni ham. Mana shu xonalari. Xullas bor, 27 mingga kvartirani puliga sizlarga 4 sotiylik kottej topib qo'yibman. Ferma qilib qo'ysangiz ham arziydi. Kirpichni ikkita yonma-yon, aka-uka yashasa ham bo'ladi. Xolasiz bitta pulga olib metr buzib olsangiz, общий 8 sotiylik bo'ladi. 8 soti 8 xona uy bo'ladi. Qo'shtepada lokatsiyamiz Qo'shtepa tumani, Do'rmonda. Do'rmonni bilasizmi? Kanalizatsiyaga joy qilib qo'yilibdi. Bursatkalargacha bosib qo'yibdilar. Bu batni qurgan odam manimcha foyda qilmayapti. Prosta takka qurib sotyapti xolos. Chunki 27 ming deyaptilar. Ko'chadagi ko'rinishini olamiz. Uyning nari tomoni. Uyimiz Uglovoyda 10 ta mana sun'iy stadion bor, pashti hisobda. Ashitda basketbol, futbol o'ynasa bo'ladi. Bu tomonlari mana stolbalar kelgan, 3 faza svet bor, gaz yo'q xolos, suv bor. Ikkita yonma-yon kottejimiz. Har bittasi 27 mingdan. Mana shunaqa arzon kottej so'raganlar jo'natib qo'yamiz. Do'rmondan kottej olaman deydigan tanishliklarga urib qo'yamiz. Tayyor patkulch. Aytganimizdek общий olsalaring 8 sotiy bo'ladi. Bir kishi manimcha yetsa kerak. Past raqamli egalari tilmoqchilar baraka qilib olamiz.